Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam doimo safarni niyat qilib yo'lga chiqar ekanlar. Albatta mana shu safarlari tinchlik, omonlikda o'tishligini Alloh subhanahu va taolodan so'rab duo qilib chiqar ekanlar. Imom Muslim rivoyat qilingan hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday duo qilar ekanlar. Allohumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa min al-amali ma tarda. Allohim sendan ushbu safarimizda yaxshilik, taqvo va sen rozi bo'ladigan amalni so'raymiz. Allohumma hawwin alayna safarana hada watwi anna bu'dahu. Allohim bu safarimizni bizga yengil qilgin va uning uzoqligini bizga yaqin qilgin. Allohumma anta sohibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Allohim sen safarda sohibsan va ahlda xalifa o'rinbosarsan. Allohumma inni a'udhu bika min wa'tha'i safar wa ka'abati al-manzar wa su'i al-munqalabi fil mali wal ahl. Allohim sendan safarning mashaqqatidan mahzun bo'lib qaytishlikdan hamda ahl va molda yomon manzara bo'lishligidan panoh so'rayman. Ey Allohim bizga yerni yaqin va safarni oson qilgin deya payg'ambar alayhisalom ushbu duoni qilib keyin safarga chiqar ekanlar. Ana demak, safarning eng muhim odoblaridan biri albatta safarga otlangan kishi duo, xususan mana shu duoni aytib safarga otlanadigan bo'lsa, qarangki bu duoni ichida o'sha safardagi uzoqni yaqin bo'lishligi, mashaqqatlarni yengil bo'lishligi, ortida qoladigan ahli-yu moli salomat qolishligini Alloh taolodan so'rashlik bor. Ya'ni Allohdan ofiyat so'rashlik bor bu duoda. Har bir safarga otlangan kishi o'ziga mana shu narsani odat qilib olishligi lozim bo'ladi.